vodiyda odamlar bor-ku, Xitoydan dam berib yuboradi. Qaranglar, yig'ma ko'chma monolit. Beton plita bilan bemalol birlashadigan, yog'ochdan ham arzonga tushadigan, baquvvatligi ham chekin emas. Qaranglar. Bu shlaka blok emas, shlaka blokdan ancha baquvvat ekan. Mana shunaqa burchaklari tirnoqli bo'ladi. Mana o'zimizning stoykalarimizga tushadi. Mana shu holatda terib ketaverasizlar. 8 metrgacha uzunligi. 2 ga 2 ham qilib berishavergan. Xo'p, hozir kvadratini eshitib, yo'q-a, deb tars etkizib like bosganlarini bilmay qolasizlar. Ketdi. Mana bu yerda bitish jarayoni akalar. Mana shu turishcha mana shunda terilyapti. Yig'ib olingandan keyin 10 ga 10 mana setkamiz bilan 4 mi, 5 mi stechka qilib ko'rasizlar. Yana ham baquvvat bo'lib ketadi. Aqlliroq ustobizda sirazi to'pli polda ham uстановкасini qilib ketsa bo'laveradi. Patologiyam o'ta tekis, idealni chiqar ekan. Tagidan qaraganingizda ham joydan ham, vaqtdan ham yutasizlar. Mustahkamligiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Pastda raqam qoldirganmiz, aloqaga chiqasizlar. O'sha gap akalar, poddeshkaga sekin kelib turib tars urib qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Hozir shu konstruksiya mana 1,5 metrga 4 metr maydonda turibdi. Ya'ni 2 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 2 kvadrat maydonimiz ustida 4 tonna yuk bor. Har bitta fundamentni blokimiz o'rtacha 500 kilodan ekan do'stlar.